Baş ustam, mana bu baş ustam. Gengo hogo somifin da pencini. Her kılgıza korum hem comacini. Okştüsüz acayip, heyran kalır halayık. Mana hey baş usta. Okşap ketdi. Vay demedim mo, vay demedim mo. Mana hey baş usta. Baş ustam yürüşlük temtit kulları. Noir. Salam vücududan urgup çıkan en otluk hissiyatları bilen yıkımlık güzellik kuylarını elip sahnamızga kelgan sanat suyar qalb taşla. Riyasatçı Elnur İbrahim'den hammalarga otluk salam. Salam yurtida yalqinjab turgan o'tliq ishtiyoq bilan raqobat sahnamizga dodil atlangan jangovarlar. Riyosatchi Abduxabir Abdunabiydan hammanglar o'tliq salam. Didor G'animat. Salam san'atdan zavq olib, ma'naviyatimizni rangdorlik yig'ib kelayotgan ekran oldidagi ko'rmanlar va baholovchi ustozlar, jumladan bizni har joyda qo'llab kelayotgan suyimli korxonachilar, do'stlar Raziya bizdan hammalarga mehrli salom. 亲爱的观众朋友们，您现在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与洋海传媒联合推出的大型现场选秀节目《神秘巨星》。Hoş qadrli görmen dostlar, ekranlarda bo'layotgan Ürümçi radyo televiziya stansiyasi bilan Okean taratqusi birlashib ishlagan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Et Naqshbandi programmasi. 古人曰：“失败成功之母。”无论你在这个舞台失败或者成功，这并不重要，最重要的是你已经挑战了自己，战胜了自己。Bizdan bundaq bir gap bor, mag'lubiyat g'alabiyatning onasi deb. Mayli siz bugungi sahnamizga kelib mag'lub bo'ling yoki g'alaba qiling, u muhim emas. Eng muhimi siz o'z ishonchingiz, irodangizga tayinib, o'z-o'zingizga jang e'lon qila oldingiz, o'zingizdan g'olib keldingiz. Mana buning o'zi eng go'zal natijadir. To'g'ri Elnurda biz programmamiz qatnashida turayotgan shundaqlar programmamiz qatnashgan barcha mahirlarga shundaq deymizki, sizni faqat orzuyingizni yangilaydigan irodali bo'lgan natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar siz hamon qoltis bir yenguvchi. Shundaq, orzular uchun besilgan qadamlar intayin go'zal. İşenç ve ümidga to'lgan hayot texmi rangdor. Sizning faqat sahnaga chiqish jur'atingizda bo'lsa, go'zal orzularınız Et Naqshbandi programmasida amalga oshqisi. Shundaq, Et Naqshbandi programmamizning sahnasi sizning naqsh aytish jihatdagi talantingizni va mahoratingizni namoyon qiladigan nihoyatda bir alohida sahna, oltin sahna. Mana bu sahnada siz julalni olamsiz, nurni olamsiz. Bu sizning irodangizga bog'liq. Shundaq, sahnamizda aytilgan naqshlar o'xshaydi, melodiyalar ham shu. Lekin o'xshamaydigani, unida tasvirlangan chin hissiyat va o'zgacha o'rinlash mahorati. Ondan başqa Et Naqshbandi programmasida qatnashgan mahirlarning aytgan naqshlarining yuraklarımizga bergan sehrli tuyg'ularmi boshqacha? 接下来，请允许我们介绍今天到场的评审团的评委们，他们是 Et Naqshbandi cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi oldin tanlash bosqichining alohida tartibli baholovchisi Cho'lpon Yunus qarshi olamiz. Et Naqshbandi cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasining oldin tanlash bosqichining tartibli alohida baholovchisi Dilshod Anvar Avommuslim ustoz qarshi olamiz. Et Naqshbandi cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi oldin tanlash bosqichining alohida tartibli baholovchisi Xolida Imom ustoz qarshi olamiz. Et Naqshbandi cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasini oldin tanlash bosqichining tartibli baholovchisi Qudrat Abdulla ustoz qarshi olamiz. Et Naqshbandi cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi oldin tanlash bosqichining alohida tartibli baholovchisi Wang Jianjiang ustoz qarshi olamiz. Hoş bağlıq canım tanıştırı aldık. Qarang Abduxabir, şu Et Naqshbandi programmamızga alohida taklif qilingan baholovchilarimizning zimmasidagi yük intayin eg'ir. To'g'ri. Chunki ular
mushu musobaqaga qatnashgan har bir mahirninki naqsini astoydil anglab, kasbiy jihatdan ularga baho berib qolmasin. Yana ularning agar shalinib ketish ehtimolli bo'lgan ahvol ostida ularni ilhomlantiradigan, rag'batlantiradigan, ularning buning keyingi hayot musobaqasiga yaxshi bir yetakchilik rol o'ynay oladigan, yaxshi bir ilhomli so'zlarni qilishqimi ko'p o'ylanishi kerak, bu jihatdan kuch chiqish kerak. To'g'ri aytdingiz. Mana shu baholovchilarimizmi har bir mahirning san'at hayotiga bir xil belgilarni bera oladi. Shu baholovchi ustozlar jafo chekdinglar, rahmat sizlarga. Mahirlarmi har xilga. Men o'zimga ishonaman. Yaxshi natija qozonishimga umid qilaman. Men bu programmani to'rdan ko'rgan. Keyin do'stlarimning tavsiya qilishi bilan programmaga bir qatnashib, o'zimni bir sinash tariqasida keldim. Men bu programmaga oldi keyini 2 oy atrofida tayyorlik qildim. Tayyorliqim puxta. Endi mustakni kelishlik maqsad necha vaqtdan yoqqa aytayotgan naqshlarni to'g'ri tarafdan bo'lamdi, xato tarafdan bo'lamdi o'rganib aytyapmiz. Bugun ustozlarningki mush programmada menga kamchiligimni tuzib, yaxshi baho berishni umid qilaman. Manga sadık bir yürek bulsa, tenhalıktan köngül kutulsa. Manga sadık bir yürek bulsa, tenhalıktan köngül kutulsa. Eğer bana yar kerek bulsa, senden özge yarım bulmuşsun. Yarım bulmuşsun, yarım bulmuşsun. Senden özge yarım bulmuşsun. Seni bana qaratgan bilsen, meni sana atgan bilsen, eğer bana berstan aşni, senden özge yarım bulmuşsun. Yarım bulmuşsun, yarım bulmuşsun. Senden özge yarım bulmuşsun. Sendek yarını tapmıkın müşkül. Sen gönlümde açılgan bir gün. Sendek kızını tapmıkın müşkül. Sen gönlümde açılgan bir gün. Vermek bulsam birovga köngül, senden özge yarım bulmuşsun. Yarım bulmuşsun, yarım bulmuşsun. Senden özge yarım bulmuşsun. Senden özge yarım bulmuşsun. Salam aziz ustozlar, japakesh karxanchilar. Men G'uljidan kelgan Mahir Arafat Asqar bo'laman. Didor G'animat. Arbat qarchalimiz kelgan qadamlar muborak bo'lsin.
Ondasa bahalıqçı ustazlarımızdan bahalarını bir anlap bakımız. Kudret Abdullah Ustaz. Arafat Askar hoş geldiniz. Xush buldum. Bu nakşi Taş Muhammed Batur etkan. Ben şuna yaqtırıp anlaydıgan bir nakşi. Ben nayt köp anlagan bu nakşini ama özüm bir aqidim gıngışqım petnamayman şu. Bence oylaganda bek güzel hem nayt ters bir nakşi bu. Muşundaq bir ters nakşini muşu sakniga akagal jürütünüzge apırın. Rahmat. Aldı bilen sizin. Ama noksan bek köp. Nakşini hata tanlap qapsız. Sizge özümniki mesela kesbiymiş edik ottağan özümden salahiyetim yok özümni kesbi göz qarşımda etqanda men sizge çıraq berishga qat'iy bo'lmaydi. Ko'nglingiz kelmasin ama bana nurgun eslemelerini eslettiniz bu nakşi bilen ben şunun için çıraq berip qo'yay. Rahmat. Tirishing, qattiq tirishing. Rahmat. Rahmat Ustaz. Mübarek olsun Arpat. Çolpan Ustaz. Arpatcan yaxshimi? Xo'sh kelibsiz. Yaxshi, rahmat. Xo'sh oldu. Erkin turing. Yarın menden başka yarın bo'lmasin degan so'zingiz men shundaq bir jumlani eslatdiki, men mo'y so'rindiki barliq karxanchi qiz ayollarga mening do'stlarimga shu narsani so'qimoqchi, shundaqla shu televizor ko'rayotgan do'stlarim shuni so'qimoqchi, bir ayol kishi uchun o'zininki yaridan boshqa iliqlik yetkazadigan odam bo'lmasa kerak. Ayol kishi qandaqli pul tepib ketsimi, karxanchi bo'lib, igilik tiklab, qandaqla huquq tutib ketsimi, u yanala ayol kishi mangu yo'lbos bo'lanmaydi. Amını bir günün birde uyga qaytqanda bir qo'pol qo'lning silishiga, bir keng bir gavdining quchoqlashiga hamda shundaqla batbo'y bir poroqni yidlashga muhtoj. Shunashqa barliq mushu japokash karxanchi xonim qizlar shuni demoqchimanki, sizlarni qo'llaydigan shundaqla bir qo'pol bir gavdining eyiq bo'lsimi, eringlarning o'nkir bo'lsimi, o'yinglarning bo'lishini umid qilaman. Demakchi bo'g'nim bormi yo'qmi o'qmayman, lekin japokash mushu karxan igilik tiklayotgan barliq ayollarga al razi degan gap bor. Mushundaq bir dilqanda uf deganda hayotning lazzatini surgizadigan bir erkakning bo'lishini umid qilaman. Ashundaq hayotida bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Sizga bo'lsa chiroq beramadim. Demakchi bo'g'nim, siz davomliq cho'qim qila olasiz. Men hal qiladigan yerlarga bak yiroqkansiz, shunlashqa davomliq naqsh ayting, bak ko'p ayting. Bulamda bo'shtadigan nurg'un ventilar baki. Rahmat. Rahmat Ustaz. Arpat xush kelibsiz sahnimizga. Xush buldum. Men o'xshashlam chiroq berolmaydigan tarafdori. Nima ish qilganda buning hammasining sababini so'zlab qo'ymasa qolmaydi-da. O'zimizning o'lchim bor, oldin qatimdim so'zlab mangdoq. Naqsh aytgan chaqda kanayni chin qoldirib olish bek ig'irchu. Kanayni chin qilib aytganda killa ma tarafda odamning ko'z chin qilib ketgan chiqdi anglayotgan odamning. Shunga bag'ansir erkin aytib, o'zingiz eng rahat holatda naqsh aytgan vaqtda boshqalar rahatlanadi. Mush nuqtani hamda kasbiy tarbiya ololmagan taqdirda o'zingizning his qilishini umid qilaman. Rahmat Ustaz. Qani qolgan baholik ustozlarimiz Xalida Ustaz. Arafat, inimi yaxshimi? Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. Men sizning naqshingizni shunda astoydil angladim. Siz asli shundaq yaxshi naqsh aytadigan bir bola. Lekin ovozingizni bek charchitib qo'yapsiz. G'uljuning bolalarım so'rinlarda shu kecha aytib ovozini asirmaganlikdan mushta sahnada jiddiylashganlikdanmi yo charchaganlikdanmi qilib uyqusizlik bo'lib qoldi. Shu ko'zingizga qarasam uyqusizdek tutdingiz. Bo'lmasa bizning g'uljuning bolalari vahshiy tutadi. Ana degan sahnadagi qiyofatingiz bek o'zingizni bunda ching tutib oldingiz. San'atchi degan o'zini qo'yib o'tib, hech kim mendek aytolmaydi, men eng qaltis deb turib sahnaga chiqamiz. Bulamda o'zingizga ishining. Ana men siz uchun chiroq berman, rag'batlantirish uchun. Keyin sahnaga chiqib qolsangiz, o'zingiz erkin aytaoladigan, xushal aytaoladigan, boshqalarni menda jiddiylashtirib qo'ymay, erkin, huzurlanib aytaoladigan naqshini tepib, menda cho'ng naqshini tepib olmaychi. Murakkabchi bu naqsha. Ashunda aytishingizni tavsiya qilaman. Ben siz üçün bir çırak vereyim. Rahmat Ustaz, rahmat. Wang Jianjiang 导师
阿尔帕您好，你好，您唱了一个塔西麦麦老师的一首歌，对对，因为从比赛开始以来，我听了好几位选手都唱这个塔西麦麦老师的歌，大部分都是跟他的音色比较相似，我觉得你也有自己的这个音色，唱的比较抒情，然后又来自伊犁，我觉得应该给您这个鼓励，我觉得我刚才一直等那个伴奏，如果鼓起来的话就好了。塔西麦麦老师没有放进去把这个，我觉得希望下一个歌曲的时候您能唱得更好，谢谢。好，谢谢。Mübarek olsun, Arfat mübarek olsun. Mana 3 ustozning moyilligi bilan keyingi o'tkalga muvaffaqiyatlik o'taladingiz. Yana bir qadim qizg'in tabriklaymiz. Undaqda korxonchi baholovchi ustozlarimizning moyilligi qana bo'ldi ekan? 3 2 1 qani ko'nikib boshlasak bo'ldi. Mana bir qancha korxonchi ustozlarimiz o'zining moyilligini bildirib, yeshil chiroq bildirdi. Yeshil chiroq bildirgan barcha korxonchilarimizga yana davomli rahmatimizni bildiramiz. Xo'sh, Arfat. Xo'sh. Arfat nima uchun balki ustozlar korxonchilar isqan bo'lishi mumkin. Naqsh aytganda jim turib etib, gap qilganda ajoyib bir melodiya yangraydi kechirichu. Biz boshlang'ich vaqtimizda gul tutib xor etatdik. Savaq tashla, baqa barayli. Ustozlarimiz ko'rsatgan takliflarni davomli qo'liqimiz bilan emas, yurkimiz bilan anglab, mana shu taklif fikrlarni to'liqlab, keyingi qidim musobaqa maydonimizga kelganda ravri holatda eng chiroyli kuylar bilan sahnamizga kelishingizni chin dilimizda umid qilamiz. Amniki navbatda korxonchilarimiz qatorida o'rnagan Shinjang Mehrlan Sochak shirkatining qurg'uvchisi Muxtarjon apandim qanday go'zal so'zlarni qilgan birlikda anglab boqamiz. Arbajon, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zingiz yaxshi. Sizning shu Eid Naqshoni programmasiga qatnashganingizni qarshi olamiz. Shundaqla keyin qadimingizga marhaba. Rahmat. Shuncha jiroq Ilidan kelib, shu bir ustozimiz Tashmamat Botur akamizning go'zal bir naqshni bizga hadiya qildingiz. Ustozlarimiz qimmatli taklif fikrini berdi. Biz korxonchilar boshqa uchun da hozirlanib angldik. Shundaqla o'zimiz shunday yaxshi yoqtirib anglaydik bu naqshni. Shundaqla sizniki mush keyingi bir qadamlarni, keyingi bosqichlarda texmi astoydillik bilan, texmi inchiklik bilan tayyorgarliklarni qilib, yaxshi natijaga erishishingizni Shinjang Mehrlan Sochak shirkatining barliq ish xizmatchilari vakolatchi nomidan sizga omad va xushallik tilayman. Turmushingiz xushal bo'lsin, omad sizga yor bo'lsin. Rahmat Muxtarjon apandim. Arfat, mana keyingi o'tkalga muvaffaqiyatli o'tkalligingiz yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Mana shu so'zimizning dalili sifatida Shinjang Qarchuq savdo chek shirkatining qurg'uvchisi, Shinjang Gulxan yemak-ichmak madaniy taraqqiyot chek shirkatining izbosari, yosh korxonchimiz Mamtiri o'z qo'li bilan medalni bo'yningizga ispagan bo'lsa, qani, marhamat. Muborak olsun. Rahmat. Xo'sh, Arfat. Endi ustoz tanlash o'tkiliga rasmiy yo'sinda o'tib ketamiz. 5 4 3 2 1. Qani, ustoz tanlasak bo'ldi. Xolida ma'lum tanlasam. Wow! Qani, ustozlarla ko'rishimiz. Sendek yarni tapmıqın müşkül. Sen gönlümde açılgan bir gün. Rahmat Arfat, keyingi san'at hayotingizga zo'r utuqlarni tilaymiz. Keyingi o'tkalda mana shunday yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizga chin qalbimizdan tilakdoshmiz. Qadrli ko'ruvchilar, Eid Naqshoni programmasining sahnasi mana shunday yurkida o'tib va har millat do'stlarimizni tavlaydigan shundaqla eng yaxshi natijalarni yaratib bera oladigan haqiqiy bir sahna. Undaqda sahnamizga chiqmoqchi bo'lgan mahirimiz qandaq esil nomerlarni iyib kelgandi. Mahirimizning ifodasi qandaq bo'lgandi? Qani, birlikda ko'rib boqamiz. Asqat yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Mana Eid Naqshoni programmasiga oldingi mahir tanlash bosqichidagi hozir sahnaga chiqish oldi turibsiz. Undan hozir jiddiylashyapsiz? Azroq jiddiylashyapman. Chunki men match cho'saginiga tunji qidim chiqishim. Shuningga azroq jiddiylashyapman. Lekin sahnaga chiqqan vaqtda chuqur
deysen Görünmeydi anan emma Anan yok huyluğa esla Yaraşmaptı baran emma Anan yok huyluğa esla Yaraşmaptı baran emma Anan yok huyledin hoşken Ecep gönlü ayalındı Anan yok huyledin hoşken Ecep gönlü ayalındı Yaman dep şığlısa balan emma Momam dep çıklısa undin Ayak yettu emma Yaya geldi yaya gitti Seni her görgüsü gelse Yaya geldi yaya gitti Seni her görgüsü gelse Ananı sürmeysun Balan çişken canan emma Ana dep bağrığa baskan Kişi bizde şalan emma Anan haberligen süttin Emes razı kalan emma Emes razı kalan emma Dacaha oşu Aysxati Salam ustazlar yaxşımısızlar Güzel golcudan Aysxat yartaydı dermanla otursalar Yaxşımısınız? İsminiz Azqat, ha? Şunaq qo? Azqat. Anvar hakimning naqsi, ha? Anılarımız kuylangan naqsha. Shundan yaxshi aytdingiz, mush maydonda o'tag'alarning hammasidan keyin shu tongsiga chiqib ketdi deb o'yladim, shunday qo, ha, karxanchilar. Baliqchilarimiz o'zaro shunday bir narsani talashayotgandek qildi. Demak, sizga bergan bahoni, sizga beradigan bahoni o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. Baliqchilarimiz chiroqni yondiramdi, yo'q, ya'ni ularning sizningki bundan keyingi bosqichlarga o'tishingizda yetakchilik rol o'ynay oladigan yangi taklif fikrlari bormi? Qani baliqchilarga mana bu fursatni bersak. Xush kelibsiz sahnimizga. Xush buldum, rahmat. Men bunday desam chiroq berolmaydi olib qoldim. Nimishqi degan chaqda men naqshiga ovozmi desmidi. Uning ustiga naqsha bek isl naqsha. Naqshida gunoh yo'qmi? Naqsha bek yaxshi naqsha. Lekin u ijroda masala ko'rilib qoldi. Shunga men chiroq berolmay qoldim. To'g'ri tushuni. Juma? Xalida ustoz. Azqat ukam yaxshimi? Xush kelibsiz. Bu naqshini Anvar akam bek chiroyli aytib, xalqimizning bek qizg'in qarshi olishiga erishgan. Yig'ib esam bu naqshiga ovozingiz rostli desimdi. Qiyib ketdingiz bekcha xiyolada. Ya naqshini xato tanlab oldingizmi? Shunga kechirsiz, men chiroq yondiramadim. Wang Jianjiang 导师。Azqat 您好。你好。我觉得您今天的发挥可能
没有平常那么的这个顺畅，可能平时唱歌的时候比今天的状态好，可能跟今天啊有一些紧张有关系，我觉得，所以虽然不能给您这个灯，所以还是希望您更加热爱这个音乐，以后能让音乐给你带来更多的快乐。非常感谢。Çolpan malum. Rahmat. Azhat, mush sahnaga kelganligingiz uchun, mush sahnada naqsh o'qiganligingiz uchun bir charaq biray davomli tirishing. Qayta ming qitim, 10 ming qitim qiling. Rahmat. Çok yaşu təvrənməz bir iradəsi boğaşqa, naqşını köp məşq qılıb, axır onunki əcrini, haqiqi nəticəsini köygəşkə, başqa mahirlağımızdan yaxşı, çoxum tırışış gərəkligini təkidləb kağıtıdı. Qudret Ustaz, sizinci? Asqat əpəni xoş gəlibsiz. Sizni muşu et naqşanını da ibarət muşu kattı səknəyə yolğu sağan yaqınlarınız, yürək parlarınızın arzuları, həm şundaqla televizor aldıda sizning qalbingizni kutib turgan, sizning muvaffaqiyatingizni orzu qilayotgan yaqinlaringizning orzu umidlari uchun men bir chiroq yondiray. Rahmat. Asqat uchun 2 dona chiroq yondirgan 2 nafar baholuvchimizga rahmat aytamiz. Shundaqla Asqatning buningdan keyingi hayot musofasiga ilhom madad berdigan, yaxshi baholarni, takliflarni bergan qolgan 3 nafar ustozga rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Xo'shundan qo'sa korxonchilarimiz Asqatdan naqsizlarga yordami qandaq oldinlardagi ustaldagi chiroqni biz charqiliq o'zinglarning moyilligini bir ifoda degan bo'lsanglar, qani marhamat. Mana sanatçılar karxançılarımız mı sizge boğan mayilliqini ispatlaptı. Köp sandagi karxançılarımız sizge çırak yandırıptı. Demek sizde yana ümit var. Sizde yaxşı gördüklerimiz yana nahayet köp. Bunun keyingi basqan qadamlarınız menimce nahayet uzun yol irak. Lekin bu yolni biz utuqluq basalamlık sizin iradangizga bağlıq. Bunun keyin texmo tirishishingizga umid qilaman. Yangi natijalar sizga mangu yor bo'lsin. Asqat hozirgi hissiyotingizni pek bilgim bor. Nima uchun deganda har bir baholug'uchi Asqatga men chiroq yondirib beramayman degan vaqtda shundoq bir xil ichida o'kinib ketdi. Men yana turib his qildim. Çallanğan mahirninki hissiyatını, balkim şu mağlubiyetini baştan keçirib baqqan kişilerimiz texmi çoğunquru his qılalaydı deb o'ylayman. Hozirgi hissiyatınızla bir o'rtaqlashgan bo'lsak, qani. Şu men bu yer kelishdan burun o'zimga sual qo'yib kelgan o'talsammi, mayli, o'tamsam mayli, men yoshdaman. Bunda sahnalar menga yan nurg'un. Yaxshi, ha? Nayt yaxshi. Sizdagi yap-yash, oldingizda siz qatnashgan talay musobaqalar bor. Siz tirishilgansiz, kim biladi, mushada o'tag'an baholug' balkim, voy Asqat ustoz deb qilishim mumkin, voy donliq san'atchimiz Asqat kelib qopsiz-ku degandek, sizni shundoq hurmat to'riga boshlashim mumkin. Chunki keyingi ishlarni biz tasavvur qila olmaymiz. Faqat irodamizda bo'ladi ekan, tirishish ro'yimizda bo'ladi ekan, biz yiqitolmaydigan tog' yo'q. Sizning bundan keyingi hayot musobaqangizga texim zo'r natija va utuqlarni tilaymiz. Rahmat sizga. Asqatcan mana alayda tayyorlik bilan programmamizga yetib kelgandingiz ekan, musobaqa bo'lgan ekan, talnish bo'lib turdi ekan. O'ylamag'an yerdan shalnib ketib qoldingiz ekan. Ko'nglingizda hargiz yerim qilmaysiz shundaqmi? Undan hozir kayfiyatingizni anglab baxsam bo'ladimi? Hozir kayfiyatim yaxshi. O'zim yaxshi ko'rgan naqshini mana shu cho'ng sahnaga ib chiqqanligimdan qo'shildim. Mana biz uchun eng cho'ng natija shu. Hargiz mayuslanmay, mana keyingi bosqichda yana sizning yana bir fursatıngiz bor. Yana bizning baholovchi korxonchilarimiz bilet tashlash orqali sizni yana qayta sahnamizga olib kelaydi. Uningdan boshqa programmamizni alayda yaqinda qo'llab kelayotgan shirkatlarning ozroq ko'ng so'g'is ekan. Ya'ni yangi iqlim biopan texnika shirkati, Shinjang Pinar biopan texnika shirkati, shundaqla namuna xalqaro savdo shirkati, Ziyoda Garmoyilmir savdo shirkati ta'minlagan alayda sovg'atlar sizga taqdim etdi. Undan so'ng keyingi bosqichga cho'qim yaxshi tayyorlik qilib, sahnamizga yana qaytib kelish uchun tirishing. G'ayrat qiling. Baş ustam, mana bu baş ustam. Gengo hogo somifen da pencine. Her xil gıza qo'rim hem jomajini. O'xshitisiz ajoyib, hayron qalur xaloyiq. Mana hey baş usta. O'xshab ketdi. Voy demedim-mo. Voy demedim-mo. Mana hey baş usta. Baş ustam yurishlik tam tetik qullari. Shundoq
Her qandaq bir musobaqa maydonida shallash va shalinish bo'ladi, mag'lubiyat va g'alaba bo'ladi. Lekin mana shundaq biz o'ngsizlikqa duch kelgan chig'imizda, mag'lubiyatga duch kelgan chig'imizda biz hargizmi kaynimizga dajimasdan buni bir alg'a ilgirlashdiki sho'ti bilib, texmi alg'a ilgirlab, o'zimizning güzel bo'lgan arzu g'oyalarini amalga oshirish uchun davomli tirishaylik. Biz faqat tirishsaqla uning natijasini ko'ra olamiz. Chunki tirishqan mangu davom ashidi. Xo'sh ko'rman do'stlar, keyingi mahirimiz o'zining qanday yaqinlik naqsini aytganlikin biz birlikda tuandagi mahirimizning naqsiga quloq solaylik. Qani, marhamat. Mən tümünki mana sahne çıxış aldı turvatsız, sizdən ciddilişiyottamsız deb sorsa bu yağan gap bo'lib qoldi. Shundaqo, chunki nurg'ulg'an cho'ng kichik televiziya programmalariga nurg'ulg'an sahnalar chiqib, isil bo'lgan kuylarni ko'pchilikning huzuriga sungansiz. Undan so'ng hozirgi shu sahnaga chiqishdan 1 minut ilgirki yurak so'zingizni bir anglab baqsam. Yaxshimisilar ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, hammalarga yakan o'g'loni Ma'mtiminjon oldida menga zo'r madadlarni berishinglarni, yaxshi natijalarni tilishinglarni umid qilaman. Ben çoxum sizlarning umidinglarni aqlayman. Rahmat, biz ham sizga eng güzel tilaklarni beramiz. Ondan başqa mana sizning qo'llovchingiz, madadkoringiz, qarindoshingiz, inangiz bo'lgan Abdukim Ahmeddan aytib ketdi. Ondasi Abdukimning yurak so'zini anglab baqaylik. Salom, ekran oldidagi bar ko'rganlar, hammalarga shu xayrlik bo'lsin. Ma'mtimjon akam menga ham kasb ustoz, ham shu naqsh kasb bo'lsin, ham menga dada, ham aka bo'lib, kasbni meni yetaklab Bugün muş sende akamның muş özünün haqiqiy muş kasbdagi o'zini alaylikini texim yaxshi joriy qildiralsa, yaxshi natijaga erishsa, men shuningda xush bo'lman. Yaningizdan baka. Yaxshi natijalarni tilayman. Rahmat, mana qarindosh mehmonlar ko'zdayim bo'lsin. Mana sizlarga o'xshash bir-birini qo'llaydigan haqiqiy isil qarindoshlarning bo'lgandan biz mana suyundik. Undan so'ng g'alaba qilinglar. Yar bo'lsin. Davomli g'ayrat qilinglar. Buldum tüllerde uykudin bidar Canan uykuda, canan uykuda Buldum tüllerde uykudin bidar Canan uykuda, canan uykuda Tanrım çulpini körsetmez bir daha Canan uykuda, canan uykuda Tanrım çulpini körsetmez bir daha Canan uykuda, canan uykuda Hicran azabi kıynedi canı Tosti bulutlar mahi tabani Hicran azabi kıynedi canı Tosti bulutlar mahi tabani Vesiye acep kıldı intizar Canan uykuda, canan uykuda Vesiye acep kıldı
zat Canan uykuda, canan uykuda Açmaz gözünü nida eylesem Barını hatta pida eylesem Açmaz gözünü nida eylesem Barını hatta pida eylesem Halkı alemge kıldı şermasa Canan uykuda, canan uykuda Halkı alemge kıldı şermasa Canan uykuda, canan uykuda Canan uykuda Ey canan uykuda, canan uykuda Salam barcha karxonchi ustozlar bizga zo'r madadlarni berib, oltindek vaqtini chiqarib, bizga shuncha sharoitlarni yaratib bergan, bizga madad berib o'tgan qalbimdagi eng hurmatli baholig'uchi ustozlar. Sizlarga yakan o'g'loni Ma'mtiminjon cho'ng sifatini o'tliq salom, oliy ehtiromlar bo'lsin. Wow! Memtimin efendim, çoğun sıfat efendim, naiti çıraylık nakşlarını eti, onda olsamış. Bahalıqçı ustazlarımız en tez sürede bahalarını beriş kaldıravadıdı. Kanda bahalarını berikin, çıraqsanı, qancha bo'ldi ekan, bilet ko'rib baqimiz. Qani, bahalıqçı ustazlar. Çolpan ustaz. Salam, Memtiminjon cho'ng sıfat, Memtiminjon Janguy. Yaxshimisiz? Ma bola, vahung bola, ma karxonchilarni ko'rib degan qil qoldingizlar, şanfır, finşan demek ki. Bangi bangar muşning ma karxonchilarning hammasi hozanda ma Memtimin cho'ng sifatini tushirib olsanglar kunda bangi bangar baqsanda tushadi. Unda hech kim yaqinroq turaylik, sekni oldiroq amakilang. Men Memtiminjon cho'ng sifat bak tirishchan, xuddi menga o'xshash. Men mushundaq kelgan-ku. Shunlashqa kunni kechdan shu o'zi bevosita taqtish qildi. Undan so'ng nurg'un faoliyatlar qatnashgan, nurg'un musobaqalar qatnashgan. Ben iş kılıp turistinin bulduğunu bilmeyim, iş kılıp turisti birinin bulduğunu bilemem bana. Şulaşka, ben şimdi yaktırdım, abiyam dil harajladık, uvulunup, iyilep degendek, oynap kettik ben size bir çarak verdim. Mübarek olsun. Rahmat ustaz. Kudret Abdullah ustaz. Memtiminjon efendi, xush kelibsiz. Rahmat. Shunda yaxshi ismi jismingizga loyiq cho'ng sifat holatda naysala sifatingizni namoyanda qilib turib, yangiroq ovozingiz bilan sahnamizga o'zin qo'shdingiz. Men bir chiraq berdim. Mübarek olsun, mübarek olsun. Rahmat. Dilshod ustaz. Cho'ng sifatjon Memtimin. Yaxshimi? Yaxshi. Salomat turing. Mushunda hem kestim pishqan, hem nurg'un faoliyatlik qatnashgan bir turaqliq ballimi mana Eid naqshani sahnasiga chiqyotdi. Intayin xushallanarli ishlarda bu. Ammo men naqshining bir yerlarini birnim qilib yetib qoldi, Memtiminjon. Bo'pti. Cho'ng sifatlarcha birnim qilib yetdi. Men albatta chiroq bermanda shunda huzurlanib, hayajonlanib ketdim. Gapni az qilay. Mübarek olsun. Rahmat ustaz. Mübarek olsun. Halide İmam ustaz. Memtiminjon cho'ng sifat. Xush kelibsiz.
Özünüzmü çoğun sübət, etqan naqşınızmı çoğun sübət. Mən aşında tempodaki naqşlarga bək amraqdım. Mübarək olsun, mən sizə bir çıraq verey. Rəhmət. Rəhmət ustaz. Mübarək olsun, mübarək olsun. Salam Mukam Yurtun Yeken. Salam Mehmet Timin Can. Akas. Nixo. Ben akşam pek çilaylıktı. Ben çilak bilay mübarek olsun. Wow! Mübarək olsun, mübarək olsun. Bəlkə ustaz bir il vaxtda mayılığını bildirib bəkçərək yandı deyib, bu sizdən nəticəniz deyəni bir qədim qızğın təbrikləyimiz. Ondaqda, bahalıqçı Karxançı ustazlarımız qanda mayılığını bildirdikken 3, 2, 1, çıraq yığış başlansın. Bu saf qızıl çıraq ökətdi o. Mən qızırıb getdim. Mübarək olsun. Barcha Karxançı ustazlarımız özünün mayılığını bildirib, barcha ustazlarımızdan həmisi yeşil çıraq yandı deyib. Yəni bir qədim sizin qızğın təbrikləyimiz. Mübarək olsun. Rəhmət. Karxançı ustazlar, bağlıqçı ustazlar, benim üstəximdə əbqağın Allah'a köptün köp. Rəhmət. İşte hoş buldum. Rəhmət. Yana bir qədim sizin təbrikləyimiz. Əmdə Karxançı ustazlarımız qatarda o'rnagan Şinjan İsar xalqaro so'chak şirkati lider yordamchisi Nur Amina xonqizning güzel sözlerini birlikdə anlab baxımız. Arşalman. Bizden bağlıqçı ustazlar şunda mayillik bilen sizge beşiraq yandı. Naqşınızdan əmmimi söyündük. Bular sizni şagirtlik qilib özünüzdeki bunudaki sanat yolunda taraqqiyat basqıçını berməkçi boldu beş ustaz. Ben sizge şirketimni teklif qilman, hamkorlashib bo'lishga teklif qilman. Wow! Ben körüp durmam, Çolpan ustaz degandek sizning jubolalaringizni ko'rib shunda qiziqamanda sizdagi tirishchanlikqa men qoyil. Shunga shuni bir qabul qilsangiz. Bundan keyin tinimizning salomat, ishlaringizning o'ngishli bo'lishi uchun ko'nglimda umid qilman. O'ylashib beqin bizning shirkatimiz Şinjan İsar xalqaro so'chak shirkatimizning hamkorlashuvchi bo'lib, yenimizga kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Mübarək olsun mana. Yaxşı natijalar et naqshani programmamizning saykinsida. Ən qaltis hamkorlik, mehr, muhabbet tuyg'usi et naqshani programmamizning sahnesida. Keyingi o'tganligimiz qizg'in tabriklaymiz. Karxançı ustazlarimiz qatorida o'rnagan Şinjan Pinar Biyopan texnika chekilish shirkatining bosh direktori Aliya Xonqiz davomli medalni bo'yningizga osmoqchi. Qani, marhamat. Mübarək olsun. Biz et naqshani programı sahnasiga qadam tashlab qan barcha mahirlarning mana shunday oltin medallarni bu yo'llarga esib chiqib ketishiga, barcha chiroqlarning yo'llariga nur ato qilib, menga yenib turishiga chin qalbimizdan tilakdoshmiz. Ondaqda keyingi o'tganga eng keskin holat o'timiz. 5, 4, 3, 2, 1. Qani. 3, 2, 1. Qani. Ben şu et naqshani programmasiga şu yan bir bosqichlardami yaxshi natijani qo'lga keltirish shunaqla cho'ng ishonchlar bilan Dilshod ustozni o'zimga tanladim. Wow! Qani, ustozlar bilan ko'rishim. Canan uykuda, canan uykuda. Tanrım çolpini körsetmez bir daha. Mən Dülkamana mübarək olsun. Səhnədəki 5 bahalı ustazımız tənlaçılığını yandırıb keyinki ötkəlgə oңışlıq ötdünüz. Bəlkə ekranda görmələrim sizin adınız emas, çünki nurg'ulg'an cho'ng kichik faoliyatlarda, televiziya programmalarida siz eng yaxshi holatda, ya'ni to'lpan sifatida naqshlaringizni ko'pchilikning o'zaro sungansiz. Unda hozirgi hissiyotingizni anglab baxsam bo'lamdi? Men bu qitimliq shu et naqshani degan programmaga nihoyat yaxshi bir to'liq ishonch bilan uning ustiga shu yaxshi qo'llagan bir yaxshi program ekan shu. Shunga shu cho'ng sahnalarga chiqqan bo'lsaqmi, orlatib bir qancha yil uzib ketdi. Nurg'un sabablar tufayli shunlashqa ekranga pat-pat chiqib turmasak bo'lmaydi ekan. Shunga mush programni ham qo'llash, ham o'zimni bir mush program orqali xalqimizga bir qaytadan bir to'ntish yoki bo'lmasa ustozlarniki yaxshi bahosini bir erib o'zimni taxmin bir mukammallashtirish keldim.
Keyingi o'tkalgan o'ngishga o'tganligingizni tabriklaymiz. Shundaqla programmamizni yaqindan qo'llab kelayotgan baholash korxonachimizning ozroq ko'ngil so'z bakka, ya'ni yangi yaqin biopan texnika chekish shirkati ta'minlagan Neilstein markasiga qo'rquv yo'qtish malhami shundaqla Sehrnur savdo chekish shirkati ta'minlagan turmush buyumlari, Shinjan Qalbinaz biopan texnika chekish shirkati shundaqla Yeshil hayot savdo chekish shirkati ta'minlagan bir yurish buyumlar. Qabul qiling. Xo'sh, keyingi mahirimiz qaysi ustozdan tanlaydigandi? Karxanchi bahalıqçı ustozlarimizning mayilliqda besilgan chiroqlari zodi qizil bo'lamdigandi, yeşil bo'lamdigandi. Qanamsa keyingi mahirni birlikda sahnamiz taklif etamiz. Yasinjon mana Etnaqshani programmasidagi oldingi mahir talash bosqichiga qatnashganligingizni qizg'in qarshi olamiz. Mana sahnaga chiqish oldi turasiz. Hozir kayfiyatingiz qandayroq? Kayfiyatim yaxshi. Bayatni azam balıqçı ustozlarning so'zidan oldi. Mahirlarning sendeki orlash maharatini ko'rdim. Men cho'qim umidli bo'lishim kerak. Cho'qim tanishga cho'ng umid var deb o'ylayman. To'g'ri, mana bu qatimning o'tgandan o'ngishli qilat o'tsangiz, balkim keyingi bosqichdagi umidli cho'lpon siz bo'lib qolishingiz mumkin. Davomli g'ayrat qiling, eng yaxshi ro'yxatda tashbahningizni yaxshi qilib, baholash ustozlarniki chiriqni Yayırım seni başımdaki, yayırım seni başımdaki. Vay çiçeler duralmadım da dey, kimler idi karşımdaki. Vay çiçeler duralmadım da dey, kimler idi karşımdaki. Vay gül gül dermukşi, gülmeyen pıraki bulsa, gülmeyen pıraki bulsa, yar niyar dermukşi da dey, yarını vapaya bulsa. Vay yar niyar dermukşi da dey, yarını vapaya bulsa. Amrdım çıraylıdım, kesen yıra kane kılay. Rahmat. 大家好，我是来自喀什的亚新江尼加提。Yaxshimsizlar ko'pchilik, yaxshimsizlar balıqçılar. Men Qashqardan kelgan Yasinjon Nijat bo'laman.
Rahmat. Yasinjon Qarshalmiz. Sizin bir xil cho'ng sifat etyapsiz, naqshi degan o'zingizni tutib olib, no'ti tamkin holatda. Biz mana shu o'rgansak ham deyman ekan, Yasinjon. Ha? Unda siz baholovchi ustozlarimiz qanday baholarni ber ekan? Yasinjon, yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Rahmat. Sizning ovozingiz bek go'zal ekan, bek go'zal. Menga bek yoqdi. Shundami deying, ha? Uning ustiga aytgan naqshingizning uslubini ham shunday chiroyli, o'zingizga xos bir uslubda tanlabsiz. Menga yoqdi. Muborak bo'lsin, men sizga bir chiroq yondirdim. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Yasinjon, xush kelibsiz sahnimizga. Rahmat. Mushu rahmat degan mush ovoz bilan naqsh aytayotdi-da. Amaliyotda bizningki naqsh aytishlik tashabbusimizmi? Shu o'zining qilayotgan ovoz tusi bilan naqsh aytish. Nayt alaydiligi bor. Uning ustiga obraz alaydiligini bek yaxshi ko'rdim. Shunda bo'lgan chaqda mushu alaydiliklaringizga garchimda aytish jarayonida nuqsonlar ko'rildi-da. Balkim meni yamisi yana bir aylanni chiqasim unda nuqsonlar ko'rilib qoldi. Lekin mushu alaydiligingizga men bir chiroq berdim. Rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Ovozingiz naytdi, oz uchraydigan alaydiligi bor ovoz. Men sizga chiroq beramadim, lekin bu sizning sababingiz emas, mening sababim. Men o'zim bak suzuk ovozlarni ham chiroyli yuqori ovozlar, yo'ruq ovozlar amroq bo'lg'achqa sizga hech nima akab bermagidek men shunlashqa men kechiring. Davomli baribir nimiz aniq bo'lib qolgandiki, rahmat. Rahmat ustoz. Yasinjon akani xush keldingiz. Rahmat. Uzun chochliq erlar. Bir gitar chalsiz adata. Siz asli gitarla aytgan bo'lsangiz ovozingiz texnik namoyon bo'ldi ekan. Men yoqtirdigan ovozga. Men shunda huzurlandim. Men rahmat. 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 Yasinjon muborak bo'lsin. To'rt ustoz o'zining moyilligini bildirib, to'rt chiroqni yondirdi. Keyingi o'tganligi muvaffaqiyatli o'tganligingizni yana bir qatim qizg'in tabriklaymiz. Rahmat. Undaqda Karxonchi baholovchi ustozlarimiz qanday moyilligini bildirdi ekan? 3, 2, 1 boshlandi. Rahmat amonlarga. Rahmat. Rahmat Karxonchi baholovchi ustozlarimiz o'zining moyilligini yeshil chiroqlarni yondirish orqali isbotladdi. To'liq xursand bo'ldik. Rahmat sizlarga. Karxonchi ustozlarimiz qatorida o'rin olgan RMZ Raziman Güzellik Madaniyat tarixda chekishtiriklardan Ayshamgul muallimning so'zlarini birga tinglab boqamiz. Yasinjon muborak bo'lsin. Men Raziman to'y girim to'y suratchiligi, Raziman RMZ girim buyumlari shirkati vakolatidan sizga ko'p utuqlarni tilayman. Turmushingiz ko'ngillik bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Keyingi o'tganligiga muvaffaqiyatli o'tganligingizni tabriklaymiz. Shundaqla Urumchi O'zbay So'chak shirkati Mardonjon apandim o'z qo'li bilan medalni bo'yningizga ispagan bo'lsa, qani marhamat. Muborak bo'lsin. Yasinjon Naytı çoğun sifat təbkin halatda naqşını etdiniz. Şunchalik pay sözlərini sözləb berdiniz. Endi biz musobaqamızdan ustaz tanlash o'tkazilgan naytı keskin holat o'tamiz. 5, 4, 3, 2, 1. Qani. 3, 2, 1. Qani. Dilshod ustoz. Wow! Dilshod ustoz. Yayırım seni başımdaki. Yasinjon muborak bo'lsin. Mana keyingi o'tkalga o'ng'ish qalat o'tdingiz. Unda hozirgi hissiyotingizni anglab baqsam bo'lamdi? Hamma bak xush oldum. Bugünkü ustozlarning yaxshi taklif fikrini anglab, o'zim kamchiliklarimni bildim. Bugun nayatanga xushal bo'ldim. Amma ustozlarga, amma mashhadiki jafo tortayotgan xizmatchilarga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Biz ham keyingi o'tkalda ifodingizni texnik yaxshi qilib, rolingizni texnik joriy qildirishingizni umid qilamiz. Chunki keyingi o'tgaldagi musobaqamiz texnik kaskin, shundaqla texnik raqobatli holatda elib berildi. Sizga ham azroq so'g'imiz bor, ya'ni programmamizni yaqindan qo'llab kelayotgan shirkatlardan.
Şinjan Sekrinur Soğutucak Şirketi alayda təminləyən məhsullar, şundaqla Yeşil Hayat Soğutucak Şirketi, Şinjan Yeni İqlim Biopan Texnikacak Şirketi, Şinjan Mexelen Soğutucak Şirketi təminləyən bir yürüyüş buyumlarını sizə soğuk qılımız. Qabul qılın. Değerli görümeler, görüvatkanlarla Örümçe Radyo Televizyon Istansı bile okuyan taratkosu birleşip yol koygan. Baş ustam yürüyüşü tam tetiz kolları tajdarlıqları ki, Nakşanı programısı. Ondaqda sahnimizge çıkıp özünün iqtidarını, talantı namayın qıldıgan mahirimiz zar kimdi? Bilet görüp bakımız. Rəbqat yaxşımsınız? Mana sahnimiz gəlginiz qarşılamız. Sizcə mayla qaltısmı ki? Mayla bir-birinin qaltısıgan sarqıl məsələn gəlindəyimiz əmdi naqşda qurşunu iqtidar yapı burun naqşı çıxan naqşlarını qatınışdı aqtiqlan bunun təsirindən çıxsan. Mən bir icabətçi amma bugünkü bu sahnenin özüm qatnaşdım. Biz hem en güzel dileklerini bildirimiz sahneye çıkan için çokum özünüzün roy keyfiyetinizi yaxşı tanışar, çokum çempion buluş için, ustazlarının çırqını iliş için en yaxşı roy keyfiyetlen için. Mağıldanlı yatlarını kılsam, barini berse, bağrini tılsam, berse külkiler azapka salsam, yatlar menimdek keçirem deken, menimdek süyüp kuyunga günüp, yatlar beşida küttürem diken, ayıplarımni görmez kesilip, sevenlikli cinim geçürem diken. Gülgende gülüp, derdimde yığılıp, cinimdin aziz gürem diken. Canda birdep, gamlarim niyet, yatlar menimdek Siyalem diken. Göz yaşlar bilen aldaşlarımni, sepsiz ayar taştaşlarımni, kaygı alemge baştaşlarımni, yatlar menimdek geçirem diken, menimdek süyüp kuyunga günüp, yatlar beşida götürem diken, ayıplarımni görmez kesilip, sevenlikli cinim geçürem diken. Gülgende gülüp, derdimde yığılıp, cinimdin aziz gürem diken. Canda birdep, gamlarim niyet, yatlar menimdek siyalem diken. Gülgende gülüp, derdimde yığılıp, cinimdin aziz gürem diken. Canda birdep, gamlarim niyet, yatlar menimdek siyalem diken. Yaxşımısınızlar, bağlı ustazlar, Çapakaş, Karxançılar. Ben Şehir Naysın Keger Rabqat Rahman'dın, Hammağa Utusalam, Aleyküm.
Rafqat, chinji chiroyliq naqshini ijro qilib berdingiz. Jiddiychilikcha o'qigandan-da, ha? Asıl. Ha, asla hech yo'q. Bu sahnaga chiqib jiddiylashmasak normal odam bo'lmaymiz. Hamda sahnaga chiqib jiddiylashimiz. Unda esa baholiqchi ustozlarimiz qanday baholarni berdi ekan? Qani. Salom Rafqatjon. Rahmat. Ha. Men bu biltimni berishga ojizlikman. Kechiring. Rafqatjon, xush keldingiz sahnamizga. Rahmat. Ma ijodiyatni pechi qildirib bulab, necha qitim aytib baqqan? Ben bir qitim aytdim. Bir qitim mash. To'rt taqatdan bir qitim aytib. Bir qitim aytib taqib bo'lgan naqsha. Bundan burun naqmedan naqsha aytib baqqanmi? Yo'q. Men kesbim naqsh olgandan o'zimning qatgan xizmatlik saqchilik hozir. Unda bo'lsa men bu endi sel shafqatsizroq bo'lmasam bo'lmaydi juvonanga. Bo'ldi. Udardan chiqatdingiz, ovozingiz dastimida har turli sabablar bizga lip-miliq tayyor bo'ldi ustalni ustida-chu. Shunga men bu chiroq yo'rtamadim. Savobchangiz. Rahmat. Tirishing lekin. Qani qolgan ustozlarimiz. Rafqat ukam xush kelibsiz. Rahmat. Boshlanishi shundoq chiroyli ekan. Endi avjiga kelgan vaqtida kuchingiz yetmay qolibdi. Vaqtingiz chiqmadimi? Yo'q, jiddiyashib ketdimmi deb aytdim Arslan. Shu oson emas endi. Menga to'xtab qolmay ijodiyat qiling, lekin jiq mashq qilib biring. Bo'ldi. Jiq o'gining yana. Bo'z ustoz tutib o'rgansangiz texmi yaxshi. Men sizni rag'batlantirish ustidan siz uchun chiroq yoqdim. Davomli qilishing, ha? Rahmat. Ichi. Xush keldingiz. Izchil tirishayli. Siz uchun kasbiy hayotingizda sizga mayak bo'ladigan, sizning nishoningizni yo'ritadigan bir chiroqni Xalida ustoz yo'ritdi emasmi? Shunga mening fikrim do'st bo'lib o'taydi. Bo'ldi. Rahmat. Rafqat, bo'ldi jiddiylikcha bermaymiz. 5 ustoz ajoyib chiroyli baholarni berdi. Shu ustozlarimiz ko'rsatgan yo'l bo'yicha tirishsaq cho'qim keyingi o'tganlarda keyingi qitimliq tanlash bosqichlarimizga qarab tashrif qilsangiz, texmi yaxshi bo'lgan kuylarni ijro qila olasiz. Buningga biz ishonamiz. O'zingiz ishonamsiz? O'zingiz ishonganingizdan o'zi siz uchun bir g'alaba. Men bu sahnadan chalib kelsam, margiz ijodiyat to'xtab qolmayman. O'zim yezib turib o'zim qilaman. Mana. Davomli yaqin kelgusidagi ijodiyat hayotingizga zo'r uftuqlarni tilaymiz. Davomli taraqqiy qiling. Sizdan biz qo'llaymiz. Qandoqda hammamiz madad ilhomlarimiz va mujassamlangan alqi sadolarimiz orqali Rafqatga yana bir qator madad ilhomlarni berib o'tgan bo'lsak. Rafqat shunda bir narsa so'qim keldi. Musobaqa qatnashish muhim emas, musobaqa qatnashib ustozlarning taklif fikrlarini qabul qilish eng muhim. Shunga et naqshani sahnasi to'limi mehrlik bir sahna. O'sha sahnada biz mehrimiz bilan sizni qabul qilamiz, mehrimiz bilan sizga madad ilhomlarni beramiz. Qandoqda chavaqlarimiz orqali Rafqatni sahnadan uzatgan bo'lsak. Rafqat mana sahne ishbadingiz aytib yaxshi bo'lgan lekin o'ylamag'aydan shalinib ketib qoldingiz. Hozirgi hissiyotingizni anglab baxsam bo'lamdi? Bu shalinish hargiz meni ama bunun lekin to'xtab qolganligimni bildirmaydi. Bu sahne shalinib ketsam o gerçi. Bunun için davomli ijodiyat to'xtamay qolaman. Men san'atni suyman, seni kasbini. Kichikdan tortib hozir qadar mushu kasbni yaxshi ko'rib, naqsh ko'ribman. Bunun uchun davomli yurman. To'g'ri deysiz Rafqat. Sahnada talinish, shalinish muhim emas. Eng muhimi o'zingiz yaxshi ko'rgan kuylaringizni ko'pchilikning huzuriga suna oldingiz. O'zingizning go'zal orzularingizni sahna ishbadi yaldan sunaqo. Sizga mazraq konsortimiz bor. Yana Şinjan Pinar Biopan texnik şirkati ta'minlagan sog'lomlik mahsulotlari, Sehnur savdo chekli shirkati ta'minlagan turmush buyumlari shundaqla Xanay savdo chekli shirkati ta'minlagan sog'lomlik mahsulotlari. Undasi davomli keyingi sahnalarda yana sizning eng jangovar qizg'in holatda esli kuylaringizni ko'rish tashlaymiz. G'ayrat qiling. 亲爱的观众朋友们，您现在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与洋海传媒联合推出的现场选秀节目《神秘巨星》。Qadrli ko'rman do'stlar, dehqonlar bo'lib o'tgan Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Okean taratqusi birlashib ishlagan cho'ng tipdagi televiziya san'at programmasi Et Naqshani programmasi. Mana ko'rib turibdik, bugungi programmamizga qatnashgan mahirlarimizning ishbadisi intayin yaxshi bo'ldi. Mahirlarimizning ba'zilari tanlandi, ba'zilari shalandi. Lekin shalanishning o'zi mag'lubiyatdan derak bermaydi.
Albatta tanlanışning o'zimi oxirgi muvaffaqiyatga erishganlikdan derak bermaydi. Bizning eng muhimi yanıla ana shu mag'lub bo'lgan emas, bugungi mana bu sahnadagi sallangan mahirlarimizning yangicha bir iroda ishlash bilan kelgusiga umid nazari bilan beqishini to'liq umid qilamiz. Albatta tanlangan mahirlarimizning bundan keyin mag'rurlanmasdan, keyingi musobaqa bosqichlarida o'zining mahoratini va talantini texmi yaxshi joriy qildirish uchun davomli olg'a ilgarilishiga tilakdoshmiz. To'g'ri. Et naqshani cho'ntibki televiziya sara programmasi mana shundaq mehr muhabbatlik bir sahna. Jurgida o'tova, shundaqlar naqsha ichida talanti va har millat naqsha havaskorlarini et naqshani programmasi sahnasi har vaqt qarshi oladi. Biz program guruhimizga baliq xodimlar shundaqlar baholovchi ustozlar programmamiz kelishini orzu qilayotgan barcha mahirlarga ishonch to'lgan so'zlarimiz bilan shundaq deymizki, fursatni biz beramiz, natijani o'zingiz yaratasiz. Shundaq. Şunun bilan et naqshani programmasiga qatnashayotgan barliq mahirlarga utuq omad tilaymiz. Uningdan boshqa programmamizni yaqindan qo'llab kelayotgan bir turkum shirkat vakillariga shundaqla programmamizdagi o'ngishli suratga ilinish uchun ajri mehnat qo'shayotgan bir turkum kishilarimizga rahmatimizni bildiramiz. Shu qatorda et naqshani programmamizdagi sahna, loyiha, bezak ishlarida alayda to'p qo'shgan Marimiy to'y munosabatchilik o'rniqmi alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Şundan birgə riyasətçinin kiyimini çıraylık lahiyləyən Aybol kiyimlərə Allah'a rəhmət etimiz. Rəhmət sizlərə. Xoş, qadrli ko'ruvchilar, et naqshani cho'ntibki televiziya sana programmamizning bo'lsani mashhur daxillashtirgan qaysi mahirlarimiz o'zining eng qaltis iqtidorlarini sahnamizda namoyon qildigandi. Bu mazmunlar qiziqsanlar, dehqonlar kelarkisan programmamizda bo'lsin. Unda qo'sa, xayr xo'sh, kelarkisan programmamizni ko'rishaylik.